Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Kreml Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlarisiz sulh tuzish evaziga AQSh bilan sanksiyalarni yengillashtirishni muhokama qilmoqda. RBK Ukraina manbalariga tayanib xabar berdi. Trump Nobel tinchlik mukofotiga nomzod bo'lishi mumkin. Reuters. AQSh urushda sharmandali tarzda yutqazdi. Eron oliy rahnamosi Mojtabo Xomani Qo'shma Shtatlar hatto o'z harbiy bazalarini himoya qila olmasligini aytdi. U shuningdek, Oq uy ittifoqchilariga yordam bera olmasligini tanqid qildi. Ukraina dronlari qatorasiga 3-kun Permga hujum qildi. Bu safargi nishon Rossiyadagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodlaridan biri bo'lgan. AQSh rahbari Donald Trump Germaniya kansleri Friedrich Merzga Eron masalasi bilan emas, balki Ukrainadagi mojaroni hal etish bilan ko'proq shug'ullanishni maslahat berdi. Rossiya g'alaba kuni uchun sulh e'lon qiladi. Bu Putinning qarori va Kiyevning munosabatidan qat'iy nazar amalga oshiriladi, dedi Dmitriy Peskov. Shuningdek, u Putin Trumpni 9-may kuni Moskvada bo'lib o'tadigan paradga taklif qilmaganini ma'lum qildi. Hozir Yevropani ahmoqlar boshqarmoqda, dedi Dmitriy Medvedev. Agar biz Rossiyaga ballistik raketalar bilan hujum qila boshlasak, Rossiya Ukrainaga taktik yadroviy qurol bilan zarba berishi mumkin, dedi Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni o'rinbosari Elizarov. Biz hamma shartni bajarsak ham, Yevropa bizni baribir qabul qilmoqchi emas, dedi Xoqon Fidan. Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan Yevropa ittifoqiga kirish masalasida keskin gapirdi. Yevropa ittifoqi barcha shartlar bajarilgan taqdirda ham Turkiyani a'zolikka qabul qilish uchun siyosiy irodaga ega emas. Fransiyaning sobiq rahbari 2007-yilda bu jarayonga nuqta qo'ygan edi, dedi Xoqon Fidan. Isroil sobiq bosh vaziri Naftali Bennett Isroil parchalanmoqda. Biz hududlarni egallaymiz, keyin esa chekinishga majbur bo'lamiz, chunki ularni ushlab turish uchun yetarli kuchimiz yo'q. Shu bilan birga 100 mingga yaqin yosh sog'lom ultra ortodoksallar xizmat qilmayapti va hukumat ularga milliardlab pul bermoqda. Eron Rossiyadan 48 ta Su-35 qiruvchilarini buyurtma qilgan. Rossiya Mudofaa vazirligining sizdirilgan hujjatlariga ko'ra, Eron bilan 48 ta Su-35 qiruvchi samolyoti uchun taxminan 6 milliard yevrolik shartnoma imzolangan. Barcha samolyotlar 2027-yilgacha yetkazilishi rejalashtirilgan. Endi eronliklar taslim bo'lishlari kerak. Ular shunchaki bu ishni qilishlari kerak. Shunchaki biz taslim bo'ldik deng, dedi Donald Trump. Turkiyada 1000 kilometr masofaga zarba bera oladigan yangi kamikadze dron namoyish etildi. Uning nomi Mirzak bo'lib, Baykar kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Qurilma 40 kilogramm og'irlikdagi jangovar kallak tashishi. Operator bilan aloqa uzilgan taqdirda sun'iy idrok yordami bilan avtonom parvoz qilishi mumkin. Moskva Zelenskiyning Ozarbayjonda Ukraina va Rossiya davlat rahbarlari o'rtasida muzokara o'tkazish taklifiga munosabat bildirdi. Rasmiy Kreml Ukraina mojarosini hal qilish bo'yicha muzokara uchun Ozarbayjonni maydon sifatida ko'rmayapti. Bu haqida hozircha gap ketayotgani yo'q, dedi Rossiya rahbarining matbuot kotibi Dmitriy Peskov. 25 fevral kuni Vladimir Zelenskiy Bakuga tashrifi chog'ida Ukraina, AQSh va Rossiya o'rtasidagi 3 tomonlama muzokarani Ozarbayjonda o'tkazishni taklif qilgandi. Ukrainadagi urush Trumpning vakolat muddati tugagunga qadar
yakunlanadi, dedi Polsha sobiq rahbari Andrzej Duda. Qo'shma Shtatlarning amaldagi rahbari ushbu urushga chek qo'yishga va'da bergan edi. Tramp bu amalga oshishi uchun qo'lidan kelgan hamma narsani qiladi. Biz esa AQSh va Trampning haqiqiy qudratini ko'ramiz, dedi siyosatchi. Bu Moskvadagi parad uchun bir necha soatlik xavfsizlikmi yoki kattaroq sulhmi? Aniqlab olamiz. Zelenskiy g'alaba kunidagi sulh haqida shunday dedi. Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy Putinning g'alaba bayrami munosabati bilan sulh e'lon qilish g'oyasiga munosabat bildirdi. Vakillarimizga Amerika Qo'shma Shtatlari rahbari jamoasi bilan bog'lanishni va Rossiyaning qisqa muddatli sulh haqidagi taklifini tafsilotlarini batafsil bilishni topshirdim. Ukraina tinchlikka intiladi va ushbu urushni haqiqatda tugatish uchun zarur diplomatik harakatlarni ta'minlaydi. Gap aynan nima haqida ketayotganini aniqlab olamiz. Moskvadagi parad uchun bir necha soatlik xavfsizlikmi yoki undan kattaroq narsami? Bizning taklifimiz o't ochishni uzoq muddatga to'xtatish, odamlar uchun ishonchli xavfsizlik va barqaror tinchlikni ta'minlashdir. Ukraina har qanday munosib va samarali formatda buning uchun ishlashga tayyor, dedi Zelenskiy.